bu narsa yoshlardan boshqa tadbirlar tashkilotlar emas, mahallalarda, tashkilotlarda mana tadbirlar qilishimiz kerak. Chunki biz yoshlar bizim kelajagimiz. Biz yoshlarga o'rnak bo'lsak, mana shu ustozlarni, mana shu yosh ulug' insonlarni yoshlar o'zi nima bo'ladida, masalan, yer yuzida yo'q boshqa. Taqdir hozir bolani ham yoshlarga yuzini miyasini chaqiradi-da. Taqdir uchun mana shu tadbirlarni mahallada to'g'ri kitob bu abadiy. Shunday. O'chmasin. Oxiratgacha baribir kitob kerak. Lekin internet. Hozirgi yoshlarimiz bari o'qiydi, yomon ko'radi. Hatto o'zingi farzandini yomon ko'radi. Mana internetda yoshlar emas, kattalar ham o'rganib qoldi. Qisqa muddat narsa o'rganib qoldikda, shunaqa o'tkazib oramizda 1 minut narsani bo'ldi. Yo'q, bu kitobda keyin kirgizib, bu tarixga chuqurroq, uzoqroq tushunadi, boshqa kelajak bor. Bu internetda o'tib ketaveradi. Asosan ushbu ko'plar o'rganib qolyapti yoshlar telefonda. Qisqa narsaga. Hatto o'zingi farzandlarimiz mana shuni o'rganib qoldi. Sizga chiqing. Yaxshi gapni o'qigan birida kitobxonda qancha gapirishni ekan edi. Kutubxonaning ham o'zlarining yo'nalishlarining, o'zlarining rejalarining borda bu boshqa narsa. Endi ko'proq bitta kutubxonadan kelgan misol. Egarlar ular bir asar keyin ham masalan mana ota-onam o'qib kelayapti, qaysi kitob o'qib kelayapti. O'shani yig'ib olib, masalan, kitobni ozgina gapirib bersa, o'tirganlarga o'qimoqlardan o'qiganday bo'ladi. Mana tushunchaga ega bo'ladi. Bu haqiqiy kitobxon ilgari konferensiyasi, kitobxonda uchrashuv, kitobxonda seminar deb o'sha narsadan qaydadi. Hali shunaqa narsa men nazarimda kamroqligini ko'rmayapman. Va o'zlaringlar rejalaringda ketyapsizlar. Bu oralada maslahat kelgan paytda mana xonadagi qaysi kitob o'qigan bo'lsa, gapirib bersa, ozgina gapirib qo'ying. O'shanda o'qimasa o'qimay bo'ladi. Mana masalan, televizorda shunday qilaman, kitob o'qishni o'rganmayman-ku. Guruhda avval xuddi kitoblar bitta asarni mazmun aytadi. Shuni eshitib olib, bu o'qimay bo'ladi. Shu kitobni izlayveradi, o'qishadi. Shunga o'xshab deyman-da, shunaqa bir yaxshi oxir kitoblar, bu yaxshi kitoblar chiqaradi. Yoki katta xodimdan o'zlariga kelyapti. Yangi kitoblar kerakmi? Siz yangi kitobni o'qidingiz deb turibdi, yangi kitob haqida shunday kichkina qilib isbot qilsa.